Qadrli otaxon va onaxonlar, aziz yoshlar, hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda muhtaram prezidentimizning rahbarligida mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning tub mohiyati avvalo inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Albatta, islohotlarning natijadorligini, odamlarning tinch va osuda hayot kechirishini ta'minlashda huquq-tartibot idoralarining zimmasida katta mas'uliyat borligini ham chuqur his qilamiz. Ta'kidlash kerak, o'tgan davrda barcha davlat va nodavlat idoralari va xalqimiz bilan birgalikda barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash borasida muayyan ishlar qilindi. Eng muhimi, bugun to'la ishonch bilan aytish mumkinki, mamlakatda huquq tartibotni mustahkamlash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki boshqa idoralar va keng jamoatchilikning umummilliy ishi va muhim vazifasiga aylandi. O'z navbatida oldimizda hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ham ko'p ekanini barchamiz yaxshi tushunamiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashining kengaytirilgan majlisida muhtaram prezidentimiz ham kelgusidagi dolzarb va muhim vazifalarni belgilab berdilar. Shu nuqtai nazardan tegishli idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni belgilab oldik. Birinchidan, jinoyatlarning oldini olish, mamlakatda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash bo'yicha kuchaytirilgan ish tartibi joriy etildi. Endi barcha kuch va vositalarni jinoyatlarning oqibati bilan kurashishga emas, ularni keltirib chiqarayotgan tub sabab va omillarni aniqlab, bartaraf etishga safarbar qilamiz. Bu borada huquq tartibot organlari hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlik yanada kuchaytiriladi, barcha sa'y-harakatlar samarali muvofiqlashtirib boriladi. Har bir mahalla, xonadongacha tushib, huquqbuzarlik omillarini aniqlashga e'tiborimizni kuchaytiramiz. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan bevosita uchrashuvlar o'tkazib, fuqaro bay ish tizimini joriy qilamiz. Huquqbuzarlik va jinoyatga sabab bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga, har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tibor qaratamiz. Jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash, jabrlanganlarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralari yanada kuchaytiriladi. Davlatimiz rahbarining kuni kecha qabul qilingan alohida qarorlari asosida sodir etilgan jinoyatlarni har kuni tezkor tahlil qilib, manzilli tadbirlarni belgilash, kunlik so'rov va nazorat tizimi yo'lga qo'yiladi. Ikkinchidan, tergov sifati yanada oshiriladi. Bu jarayonlarda inson huquq va erkinliklari poymol etilishiga yo'l qo'yilmaydi. Qaysi idorada bo'lmasin, har bir tekshiruv hamda tergov ishi prokurorlarning kundalik va qat'iy nazoratida bo'ladi. Tekshiruv va tergov harakatlarining har tomonlama, to'liq, eng asosiysi xolis va qonuniy o'tkazilishini ta'minlashga, tergov xodimlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu faoliyatga ilm-fan yutuqlari va zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etamiz. Sohani raqamlashtirish choralarini izchil ko'rib boramiz. Eng asosiysi, odamlarning tergov idoralarida sarson bo'lishiga, tazyiq va zo'ravonlikka uchrashiga, noqonuniy hibsga olinishi va javobgarlikka tortilishiga yo'l qo'ymaslikning barcha choralarini ko'ramiz. Ayblanuvchilarga ehtiyot chorasini qo'llashda adolatni ta'minlash, himoya huquqini mustahkamlash, advokatlar faoliyatiga to'sqinliklarni bartaraf etish prokurorlarning alohida e'tiborida bo'ladi. Uchinchidan, bundan buyon prokuratura organlarining eng yuqori tizimidan quyi bo'g'inigacha umuman barcha kuch vositalarimiz korrupsiyaga qarshi kurashishga to'liq safarbar qilinadi. Bu borada barcha davlat va nodavlat tuzilmalari, hokimliklar, keng jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqamiz. Jamiyatning barcha qatlamlari salohiyatini birlashtirish yo'lidan boramiz. Jamiyatda korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini shakllantirishning barcha choralarini ko'ramiz. Korrupsiyaga imkon berayotgan omillarni, tub sabablarni aniqlash uchun eng chekka hududlargacha boramiz, har bir sohaga chuqur kiramiz. Ijtimoiy so'rovnomalar, muloqot va uchrashuvlar tashkil qilib, xalqimizning e'tirozlari
fikr va takliflarni doimiy o'rganamiz. Shu orqali soha va hududlardagi korrupsiyaviy tuynuklarni aniqlab, ularni tag tomir bilan yo'q qilish bo'yicha manzilli choralar ko'ramiz. Bu borada tegishli vazirlik va idoralar bilan korrupsiyaviy omillarni birgalikda bartaraf qilish bo'yicha yo'l xaritalari va dasturlar ishlab chiqilmoqda, ularning ijrosi ham nazoratga olinadi. Byudjet mablag'lari, jumladan subsidiya va boshqa ko'rinishdagi davlat ko'magining sarflanishi, davlat xaridlari, xizmat ko'rsatish jarayonlari, umuman aholimiz ko'p duch keladigan sohalarda turli suiiste'molchilik va byurokratik to'siqlarning oldini olish, qonuniylikni ta'minlash diqqat markazimizda bo'ladi. Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, barcha sohalarni raqamlashtirish, inson omilini qisqartirish choralariga alohida mas'uliyat bilan yondashamiz. Korrupsiyani fosh etishga doir hamkorlikdagi tadbirlarni ham yanada jadallashtiramiz. Umuman aholi va tadbirkorlarni, shu jumladan investorlarni jinoiy tajovuzlardan himoyalash uchun bor imkoniyatlarimizni ishga solamiz. Buning uchun korrupsiyaviy holatlar haqida Bosh prokuraturaga tezkor xabar berish imkoniyatini beruvchi, tunu kun ishlaydigan ishonch telefoni va Telegram botni ishga tushirdik. Maxsus operatorlar guruhi faoliyatini ham yo'lga qo'ydik. Albatta, bu vazifalarni bilimli, tashabbuskor, sadoqatli va bugungi islohotlar natijalariga daxldorlik hissi bilan yashaydigan xodimlar korpusi bilangina samarali amalga oshirish mumkin. Shu bois xodimlarimizning bilimi, dunyoqarashi, ongu tafakkurini rivojlantirish, ma'naviy salohiyatini yuksaltirish choralarini izchil davom ettiramiz. Aziz yurtdoshlar, albatta mamlakatimizda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda, umuman barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlashda biz prokuratura xodimlari eng avvalo sizning xayrixohligingiz, hamjihatligingiz va ko'magingizga tayyoramiz. Agarda har bir fuqaro jonajon vatanimizni jinoyatdan, korrupsiyadan xoli, tinch va xavfsiz o'lkaga aylantirishga o'z hissasini qo'shsa, barchamiz bir tanu bir jon bo'lib, birgalikda kurashsak, ko'zlangan maqsadga albatta erishamiz. Qonunlarga qat'iy rioya etish, o'zgalar huquqi, sha'ni va qadr-qimmatini, mol-mulki daxlsizligini hurmat qilish ham qonuniy, ham insoniy burchimiz ekanini ham doimo yodda tutishimiz zarur. Aziz yurtdoshlar, keling, qonun ustuvor, adolat hukmron bo'lgan jamiyatni birgalikda barpo etaylik.